Dunyodagi eng qimmatbaho 6 ta kubok haqida bilarmidingiz? Ushbu videoga like bosib, Footcall.uz kanaliga obuna bo'lib qo'ying, hozir aytaman. 6-o'rinda Afrika Millatlar Kubogi. Uning taxminiy qiymati naqd $150 ming turadi. U to'liq oltin bilan qoplangan. U Afrika qit'asi uchun juda ham muhim sovrin hisoblanadi. 5-o'rinda UEFA Chempionlar Ligasi Kubogi. Taxminan qiymati $250 ming. U to'liq qimmatbaho sof kumushdan tayyorlanadi. 4-o'rinda FIFA klublar o'rtasidagi jahon chempionati kubogi. Uning taxminiy qiymati $300 ming ni tashkil etadi va u oltin va qimmatbaho qatronlar bilan bezatilgan. 3-o'rin FIFA oltin to'p sovrini. Uning taxminiy qiymati $600 ming ni tashkil etadi. U 18 karatli oltindan qilingan. 2-o'rinda FIFA jahon chempionati kubogi. Taxminiy qiymati $20 million atrofida. U 18 karatli oltindan qilinadi va og'irligi 6 kilogramdan oshadi. Sizningcha 1-o'rinda qaysi kubok? Izohlarda javoblaringizni yozib qoldiring.